pechkaz yaxshi isitmayaptimi? Demak, sizga radiator chizga kerak. Ya'ni pechka radiator, undan tashqari motor radiator sistemalari hammasini tozalaydigan bo'lsanglar, chotki effekt beradi. Ham suv aylanishi yaxshi bo'ladi. Motoringlar, ya'ni galovka suv aylanadigan tizimlarga ziyon yetmaydi. Ikkinchidan bo'lsa, ichkari, ya'ni salon qismini polni chotki qilib isitib beradi. Xo'p, video davomida polni nimalar shuni ko'rishinglar mumkin. Kuzatishni davom etinglar. Oxirida manzil va raqamlarni aytaman. Polni chizgi jarayoniga boshlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Mayda toshli ichida sudulari bildingizlar. Hop, bu antifrizdan boshqa narsadan ketsak, klient ko'p to'g'risi, hamma do'g'ri qilishni o'rab ketgan o'zi davlat qiladi. Hop. Sparkda bilan xos sistema polni yuvilyapti. Pechkalar bilan yuvilib, motor sistema, galop sistema hammasi yuvilib, mana shunday aylanib, polni chizga bo'ladi. Top-toza bo'lgandan keyin mana bu yerdan toza suv tushgandan keyingina antifriz quyiladi. Endi shu antifriz quyib olinadi. Keyin mana mashinaning navbati keladi, xudo xolasa buni boshlaganmiz inshaalloh. O'tirib ko'p turganlar ham orqada boramiz keyin. Hamma narsa xudo xolasa. Endi qish keldi deydi. Yozda sovuq bo'ladi, pechkalar yaxshi isitmaydi. Shuni ta'minlash uchun hammasini chizga qildirib antifrizlarni yengilab quyib olsanglar, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'lib, issiq qilib yursanglar, shunga men sabab bo'lib qolsam, ya'ni mana shu taklif qilgan ustalarga kelsanglar, chiroyli qilib pechkalarni qilib beradilar. Narxlari ham shishkalab, vaqti zo'r narxlarda qilib beradilar. Kelsanglar, motor, radiator, polni suv sistemasini top-toza qilib chiroyli qilib beradi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yoki mana raqam sizlarga 90 850 56. Sizlar telefon qilasizlar, akam o'zlari sizlarga lokatsiyalarni tashlab, polni ma'lumotlarni beradi. Bu joyimizda Toshkentga har Xonobod, Yo'ltomon qo'yilgan kelib, Yo'ltomon bo'lsa Xonoboddan kelishdi. Shunda Elbrus to'yxonasi bor. Mana shu bu Elbrus to'yxonani ko'pchilik biladi. Elbrus to'yxonasining shunda oldida benzin zapravka bor. Shuni oldidan kirib kelsanglar bo'ladi. Karvashkadan kirib, yo'ldan kirib kelsanglar bo'ladi, yo'q odamlar tushadi. Mana shunday yurib, mana znak ko'rasizlar, ko'ring. Mana shu znak oldidan yo'l bor. Mana bu uchun chetdan shunday kirib kelsanglar bo'ladi. Bemalol. Mana shu akam bilan o'ziga kutib olishadi. Chiroyli qilib. Biz foydalanamiz. Bu quruq emas bu. Bu pechkani ichidan chiqayotgan nagar bo'ladi. Quruq oyda qilib, toshni mayda-mayda asfaltida polni chiqyapti. Apparat hammasini tortib chiqarib, keltirasam yo'ldan. Vaqtida hamma narsani qaratib, vaqtida tozalab yursanglar, inshaalloh ko'p yillar xizmat qiladi. Ta'limda bo'ladi yo'q, to'g'rimi? Bu ikisi bilan qilib suv shoqini sabri bor, mana shu qo'ldan chiqib oladi. Oqada bo'yicha qo'ldan qiladi. Aynan shu joyda. Masalada sistema yaxshi aylanib, ancha yurasalar ancha ketadi. Parkimizda o'zi mana ichki jarayondan tugab bo'ldi. Polni toza chiqqandan keyin radiator sistema, motor sistema, suv aylanish sistemalari hammasi tozalanmagandan keyin yechib endi yog'ga polni antifriz quyiladi. Yog'ga qo'shilib aka mana yuradi. Pechkalarni zo'rqisib mazza qilib hadida inshaalloh. Pechka saloni yaxshi isitmayaptimi? Demak, radiatorlar musulga to'lib qolgan bo'lishi mumkin. Uni polni chizga qilish kerak. Ya'ni tozalash, shu sistemasi, suv aylanadigan sistema, radiator hammasini yechmagan holatda polni yuvib, chayib, top-toza qilib, o'zidan sifatli antifrizlarni qo'yib berishadi. Mana shu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Hop, manzilga keladigan bo'lsak, manzilimizda Toshkent shahar, Xonobod Perekruska deyiladi bu, ya'ni Xonobod chorrahasi, mana mos qayilib ketgan metroniki. Hop, to'g'ri ketadigan bo'lsak, o'zgarish ketiladi. Bu qo'yiluvdan keyurish, yo'qda bo'lsa o'zgarishdan keyurishda chap qo'lda shundoq orinter nima olamiz degan bo'lsak, orinter mana Elbrus to'yxonasi. Elbrus to'yxonasini shundoq yonginasida hop, zapravka bor. Mana shu zapravkani oldidan kirib kelsanglar bo'ladi. Agar bu zapravkadan o'tib ketadigan bo'lsanglar, mana naryoqda yana bitta yo'l bor, mana boshqa chiqib ketyapti. Ana o'sha yo'ldan kirib kelsanglar bo'ladi. Sizlarni bu yoqda mana radiator va pechkalarni yechmasdan yuvish xizmatida kutib oladi. Hamma chizgilarni chiroyli qilib berishadi. Pastdagi raqamlarga aloqa qilib turasizlar yoki mana shu raqam. Hatto shu raqam bo'ladi, shu raqamga aloqa qilgan bo'lsanglar, chiroyli qilib ishlarni bitirib berishadi. Suv ichgan hisobiga o'chib turgan vaqtda telefon qilib, oldindan joydan zayn chiqib keladigan bo'lsanglar, ishlarni chiroyli qilib o'zingizning xizmatingizni ko'rsatib berishadi. Polni chizgalari bilan. Aralash savdodan uzoqlashmaydi va bu videoni yaqinlarga, mashinasini pechkasi yaxshi isitmayotganlarga, qiynalib, sovuqda qiynalib yurganlarga sekin jo'natib qo'yasiz. Bittasi iskab olsa, inshaalloh chiroyli bo'ladi hammasi. Joninglar sog' bo'lsin.
Tarafta yugurishga afzalli tomonlari ichidagi mikrlarning hammasini cho'k qilib olishdi. Biroqlar majburiy qoldi. Biroqlar mayda suv toshqinlari, g'alavalar, masalan, qo'lni tozalab chiqaradi. O'zinglar bilan ko'rib guvoh bo'linglar degan maqsadda majburiy olaman. Qopqo'yganman. Qo'lni ichida toshlar bilan toshlarning hammasi yig'ilib qoladi, nagar bo'lib ichida. Suv aylangandan katta bosimda havo berishadi. O'nga aylanib sistemaning ichidagi nima askotiylar, toshlar bo'lsa, kirlar bo'lsa, hammasini shuni tozalab olib tushib beradi. Mana shu raqam turibdi, mana bu raqam. Shu raqamga aloqa qilsangiz, sizni ham boshida shuni top-toza qilib beradilar degan. Bemalol kelaverasiz. Hop, motor sistema qo'l yo'l bo'lgandan keyin ushlankalarni o'rnini almashtirib, pechkani hozir qo'lni yana qilishga yurishga berdi. Pechkancha boshlandi. Qo'lisi bundan boshqa qo'lni chayilgandan keyin, tozalangandan keyin mana xudo xolasa antifriz quyish jarayoni, mana hamma narsasi cho'tga qilingan. Germetikalar hammasi yopirildi. Ko'rgan ovoz eshitilyapti, ko'rgan. Yo'qka kim qo'yadi bilmayman. Manzilni ko'rdinglar boya, video davomida aytildi. Pastdagi raqamga aloqa qilsanglar, xizmatligini chiroyli qilib tekst qilib berishadi. Keng mahsulotda qo'lni antifrizlar ham boshqa modelga kelib, hamma ishlarni bittada bitirib ketasiz. Qo'lni sistema mana bitta aylanyapti. Top-toza bo'lib, endi yog'iga qolib ketgan. Shuna havolarni haydaydi, germetikalar hammaga joyiga ketganda chiroyli qilib bitirib berishdi. Pastdagi raqamlarga aloqa qilib turasizlar. Hammaga rahmat. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Hammaga manfaatli kontent qo'yib davom etamiz.